Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali va men boshlovchingiz Sarvarbek. Do'stlar, biz kundan kunga, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi kundan kunga jarohatlar girdobiga botib ketayotganga o'xshaymiz. Chunki muhim uchrashuv, ya'ni Kolumbiyaga qarshi uchrashuv boshlanishiga bor-yo'g'i 4 kun qoldi. Ammo lekin bizning 1 emas, 2 emas, 3 emas, naq 4 ta eng asosiy va har doim asosiy tarkibda maydonga tushadigan futbolchilarimiz jarohat olgan va ular Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda bizga yordam bera oladimi, yo'qmi? Hali birorta ma'lumot yo'q. Keling, bugungi videoda jarohat olgan futbolchilarimiz va ularning ahvoli haqida sizlarga batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ekranga yaqinroq joylashib oling. Videomiz ko'proq insonlar tomosha qilishiga sababchi bo'lish uchun like bosing va kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang va men videoni boshlayman. Barchangizni xabaringiz bor, 18-iyun erta tongda O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi Jahon chempionatidagi ilk o'yinini boshlaydi va mana shu uchrashuvda do'stlar, bizga Hojiakbar Alijonov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrabekov va Oston Urunovlar mana shu 4 ta naqd himoya, markazda va hujumda yordam beradigan naq 4 ta asosiy futbolchimiz jarohat olganligi haqida ma'lumot bor. Hojiakbar Alijonovni jarohat olganini barchangiz bilasiz. Buni hech kimdan yashirib o'tishning iloji yo'q. Jaloliddin Masharipovni ham jarohat olganini va uning o'mirtqa pog'onasida o'zimiz til bilan aytadigan grijasi bezovta qilayotganini hattoki UFA, ya'ni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rasmiy Telegram kanalida ham aytib o'tishdi. Undan tashqari Oston Urunov mashg'ulotlarda jarohat olganligi va u jarohat qanchalik jiddiy yoki jiddiy emasligini haqida ham xabarlar tarqaldi. Odiljon Hamrabekov ham jarohatda ekanligi xabarlar bor. Mana shunaqa insaydlar bor do'stlar. Hojiakbar Alijonovdan boshlaymiz. Hojiakbar Alijonov hali safga qayta oladimi, yo'qmi bizga qorong'u. Lekin aytishgandiki, jarohat olgan paytda Kolumbiyaga qarshi o'yingacha tayyor bo'ladi deyshgan. Lekin hali birorta rasmiy xabar chiqqani yo'qki, Hojiakbar Alijonov mashg'ulotlarga qaytdi va u Kolumbiyaga bizga yordam berishi mumkin degan xabar ham yo'q. Ammo lekin Jaloliddin Masharipov haqida ma'lumotlar bor, faqatgina bir-biriga zid. UFA aytibdiki, Jaloliddin Masharipovning grijasi bezovta qildi, o'mirtqa pog'onasi va ahvol jiddiy deyapti va o'sha post qo'yilgandan so'ng birdaniga Jaloliddin Masharipov o'z Instagram sahifasida meni sog'lig'imda hech qanday muammo yo'q, hammasi yaxshi deyapti. Xullas, ikkita bir-biriga zid insaydlar. Undan tashqari Oston Urunov ko'pgina insaydlarning ma'lum qilishicha, ko'pgina xabar beruvchilarning ma'lum qilishicha Oston Urunov ham mashg'ulotlarda jarohat olgan va u ham Kolumbiyaga qarshi bizga yordam bera olmasligi mumkin. Do'stlar, bu gaplar, bu xabarlar osmondan olinmagan. Bilasizlar, futbol vaqti har doim bor narsani gapiradi. Shunchaki futbol vaqtidan boshqa hech kim gapirmaganligi uchun uni yolg'on deb o'ylashadi. Lekin vaqti kelganda, mana bu haqiqat yuzaga chiqqanda, ha, aslida shunaqa ekan-ku degan xabarlar chiqadi. Bilasizlar, har doim biz birinchi bo'lamiz, chunki ko'p yerda aytilmaydigan, rasmiy xabarlarda aytilmaydigan insaydlar bizga keladi va bu insaydlarni biz sizlarga taqdim qilamiz. Shunday ekan do'stlar, Oston Urunov haqidagi ma'lumot ham 99% haqiqatga yaqin. Endi 100% demayapman, chunki men uni oldida emasman, lekin menga shunaqa xabar kelgan va har doim buni xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Odiljon Hamrabekov haqida ham shunaqa insaydlar bor. Xullas, 4 ta naqd himoyada, markazda, hujumda bizga yordam beradigan zo'r futbolchilarimiz afsuski Kolumbiyaga qarshi bizga yordam bera olmasligi mumkin. Hali 4 kun bor. 18-iyun erta tongda o'yin boshlanadi. Balki bular asosiy tarkibda maydonga tusha olmas, tayyor bo'lsa ham balkim zaxiradan maydonga tushib yordam berishga umid qilamiz. Chunki jarohatdan endi forig' bo'lgan futbolchilarni birdaniga maydonga tushirishmaydi. Chunki futbol o'ynab yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. O'zim ham har doim futbol o'ynab yuraman va agar jarohat olsam 1 hafta, 2 hafta dam beraman oyog'imga, agar u jarohat jiddiy bo'lmasa, chiqmagan, sinmagan bo'lsa va mana shu dam berganim evaziga jarohatim tezroq bitadi va futbol o'ynayman. Agar men o'sha oyog'imga dam bermasam, birdaniga futbol o'ynashni boshlasam, bu jarohat tiklanmaydi. Mana shunaqa suyaklar, etlar, mana shu suyaklar bilan bog'liq kichik jarohatlar ham shunaqaki dam berishga. Shunday ekan, o'ylaymizki, umid qilamizki, ularning jarohati unchalik jiddiy bo'lmaydi. Jaloliddin Masharipov ham, Hojiakbar Alijonov ham, Oston Urunov ham, Odilbek Hamrabekov ham bizga juda ham kerak. Umuman
25 ta futbolchining hammasi bizga suv va havodek zarur. Hech kim jarohat olmasin. Kolumbiyaga qarshi juda ham jiddiy o'yin, tarkibi juda ham kuchli, tan olish kerak. Kolumbiya kuchli terma jamoa. Shunday ekan, nasib qilsa mana shu futbolchilarimiz o'sha o'yingacha tiklanadi degan umiddamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, 18-iyun erta tongda soat 7 da Kolumbiyaga qarshi o'yinimiz bor. Mana shu uchrashuvni siz bizning Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Ko'pchilik obuna bo'lmayapti, lekin obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Kommentariyada yozib qoldiraman. Telegram kanalimiz manzili degan yozuv bo'ladi. Shu yozuvning yonida pastda ko'k yozuv bo'ladi. Ko'k yozuvning ustiga bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari do'stlar, ko'rib turibsizki, biz 387 mingta bo'ldik deyarli, ko'rib turibsiz va obuna bo'lib qo'ying. Tez orada o'sha O'zbekistonning o'yini boshlanguncha 400 mingta bo'lsak, juda ham zo'r bo'ladi. Undan tashqari Futbol vaqti kanali tashkil topganiga 30-iyun kuni 7 yil bo'ladi. O'sha 7 yilgacha menga sovg'a qilinglar 400 mingtalik obunachini. 13 mingta qopti bor-yo'g'i, kelinglar, obuna bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlang. Undan tashqari like bosing videoga hozirning o'zida va do'stlar, eng asosiysi kommentariyada yozib qoldiringchi, nega biz bunaqa ko'p jarohatlar olyapmiz? Nimaga asosiy futbolchilarimiz asosiy o'yinlarning oldidan jarohat olib qolishdi? Kim bizga juda ham kerak edi? Kim bizga asqotadi? Kimning yo'qligi? Ostonning yo'qligimi, Hojakbarning yo'qligimi yoki bo'lmasam Odilbekning yoki Jaloliddinning Masharifning yo'qligi? Kimning yo'qligi bizga ko'proq bilinishi mumkin. Mana shular haqida kommentariyada yozib qoldiring. Futbol vaqtida qoling va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.